oz yashab ko'p azob ko'rdim. Gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota-onangga kelmaskan maloli. Bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim ona, beazorim onam, beg'uborim ona, onajonim ona, mehribonim ona. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz Sharq Yulduz 95 kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Izzatbek Qurbangeliyev qisqa tanaffuslar ichida ko'rishib turganimdan xursandman aziz yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, yana bitta baxtli ishtirokchimizni o'z onalarini, jannati onalarini tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Iloyim umrlar uzoq bo'lsin, yuz yoshlarga kirsin deb qolamiz aziz yurtdoshlar. Mana shunday esdalik uchun shiringina tortlar bilan jannatim onam nomli gullar bilan yetib keldik aziz yurtdoshlar. Birgalikda tabriklab, xursand qilib chiqamiz aziz yurtdoshlar. Mehribonim ona. So'magan. Ko'zimning nuri onam, suyanganim til xumorim. Ko'zimning nuri onam, mening aziz umidvorim. Ko'zimning nuri onam, suyanganim til xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onam, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onam, yonginamdan hech jilmagan, allalar jonim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir, yonginamdan hech jilmagan, allalar jonim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onam. Yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Tuğan kunlaringiz bilan nurlar uzoq bo'lsin. Farzandlar islomdan, bolalar islomdan shunday ajoyib esdalik uchun gullar bilan tortlar bilan yetib keldik. Nurlar uzoq bo'lsin. Yuzashlar kirgan albatta. Tabriklaymiz. Shu yerda esdalik uchun mana farzandi islomdan shunday yuzuk bilan keldik. Ras taqparaslar mana. Samara takdiri qalsin. Yaxshi kunlarga taqdir to'ylarda yuzuklar taqib. Shamakan taqsin. Mina birga ana qutlug' bo'lsin. Farzandlaringizga bo'lgan so'zlar, xususan tilaklaringiz bo'lsa mana bemalol so'rashingiz mumkin. Kutidasiz masalan shu surprizlar bilan kelishingizni. Tabriklaymiz yana bir marta. Sizlarning ham tabriklaringiz bo'lsa mana bemalol tabriklashingiz mumkin. Tug'ilgan kunlaring qutlug' bo'lsin. Shamrat bilan tiyin qataying. Kelinlarning rohatini ko'ring, bolalarning, aqllarning hammanam shunday tug'ilgan kunlarga yetirsin. Bolalarning ham umrlari uzoq bo'lsin. Sizlardan tug'ilgan kunlarga yetirib, uylanib, kelinlar olib o'tirgaysizlar hammangizning uyingizda quvonchli kun bo'lsin. Yangi omad bo'lsin hammangizda. Mashinalar yutib olin.
Al tebrikliman, 60 yılın kutlu olsun. Xudoyim yine 60'ga kirgaysan. Amin. Rahmat, Xudoyim sizlarni ham shu 60 yoshga yetirib, Xudoyim yuzlab yashag'aysilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudoyim yaxshi kunlarda o'tirgaysilar. Hakkınız bilen bizim sizlerge gidip yürürgeysiz. Baktığınızda sağ salamat ekemler kuşakları yürürgeysiler. Hemen karadan düşünce koylar, yaxşı günler köp olsun. Rahmet gidenler için hemmezge. Rahmet sizlerge. Rahmat, Xudoyim sizlarni ham shu yoshga yetirsin. Sog' bo'lgaysizlar. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening Sabırlardan bir saniye mamuş koçun. Mamuş koçun. Rozapamız. Bakaptım. Rozapakam. Var. Eski. Shu yoshga yetirgan Xudoyim sizlarni ham shu yoshga yetirib Ben şu ballardan ömrünü Xudoyim sizlarni ham yetirsin. Shu 60 yoshga sizlarni ham yetirsin. kızını koygaysın Rozapı. Hikmat. Akıllardan kızını korup, şirayet edip yaşayacağız kadar ömrünüz uzak boğay. Tebrikleriniz soğan kılağız bulan. Bize endi şu sınıflardan namına. Rahmat, Xudoyim sizlardan yetirsin. Sizlardan 60 yoshga yetkazsin, Xudoyim. Allah bersin. Rahmet teyin qartaşın, şirayet ömür koygaysın. Akıllardan. Kızını korup, yaşayacağız. Rahmat, Xudoyim sizlarni ham yetirsin shu yoshga. Kızını korup, şirayet edip yaşaş nasip etsin. Tebrikleriniz soğan kılağız bulan. Kaçıp geldik. Yahasızlığın varlıkınız unutun. Yollarımda sarlıkınız unutun. Umutlarım tükürken bu dünyada. Yalnız umut varlıkınız unutun. Umutlarım tükürken bu dünyada. Yalnız umut varlıkınız unutun. Ganimetin, amanatın, anacan. Ganimetin,
Amanetim anacan Halimet Amanetim Başına taktım beni kimsin rahmetim Gün girdi bir kara göz tatmadım Başına taktım beni kimsin rahmetim Gün girdi bir kara göz tatmadım Şamallarga savurtun gül sözlerini Lekin sizga bir shirin so'z Şamallarga savurtun gül sözlerini Lekin sizga bir shirin so'z topmadim Hanimatim onatim onajon Hanimatim onatim onajon Hanimatim onatim onajon Hoş geldin Süyengenim Benimge yoldaş geldin Ahmet geçse Ama küldü üstümden Amin bereket versin, köp versin. Buna Kudayım şu ne diyemiz? Buna bizim ya ömür yoldaşımız şu 60 yaşta toğgar eken Kudayım şu beni 60 yaş verdiğimiz benim gözümden fikrim Kudayım şu ne diyemiz bana şu hizmet etken yigitlerge evvelen bar güçlü diye sağlık versin bularga. Buna işlerinde Kudayım şu ne diyemiz işlerinde örnek olsun, talantlı, ilimli, bilimli bir yigitler olsun. Gelecekte şu buna rayonun okuyasında bir at çıkan, bir talantlı insan olsun. Ne diyeyim? Şu oturgan yigitlerden hem mesela yaxşı günler, toylar olsun, şu ömrü uzak olsun, den sağlığı güçlü olsun, şu istek niyetler hem mesela amelga olsun. Ne diyeyim? Ularım şu toylardan toylarga yetkazib, tug'ilgan kundan tug'ilgan, yangi yildan yangi yilga yetkazib, hammamizning uylari Xudoyim shu barakali bo'lsin. Amin. Ro'za opam bilan teng qartashmasdan. Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim, sevgidanam do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam saqlama dilda g'am, mehrni narxi yo'q do'stlarning soni,
minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmaskan maloli, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mana yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, tabrik loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchimizni o'z jannati onalarini tug'ilgan kuni bilan tabrikladik, qutladik. Agar siz ham o'z ota-onangizni yoki yaqin qarindoshlaringizni o'z tavallud tug'ilgan kunlarini mana shunday nishonlamoqchi bo'lsangiz, aziz yurtdoshlar, bizni ijodiy Sharq Yulduzi 95 jamoamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Eslatib o'tamiz, bizga 2 kun oldin yoki 3 kun oldin eslatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bizga murojaat qilish uchun aziz yurtdoshlar, ekrandagi raqamlarimizga WhatsApp yoki Telegramdan yoki qo'ng'iroq qilib eslatib qo'yishingizni va bizdan qisqacha ma'lumotga ega bo'lishingizni so'rab qolamiz aziz yurtdoshlar. Hammangizga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting aziz yurtdoshlar.